Okay. Hozir mitoz jarayonini ko'rib o'tamiz. Mitoz jarayoni asosan to'rtta bosqichdan iborat, lekin undan oldin interfeys bo'ladi. Ya'ni bunda uchta D1, S va G2 davrlardan keyingi mitoz bosqichini ko'ramiz. Hozir birinchi bo'lib mana shu anaqada early prophase bu profaza, ya'ni dastlabki profaza davri bo'ladi. Early prophaseda qanaqa jarayonlar bo'ladi? Bunda cell surface membrane ko'rsatilgan. Undan tashqari sitoplazm bo'ladi. Nucleus ko'rinib turibdi. Interact nuclear envelope ko'ringan turadi va centromere with attached kinetochores bu nima degani? Ya'ni xromosomalarni centromerni atrofida joylashgan oqsil bo'lib, u metodik ip bilan xromosomalarni xromatiklarga ajratish uchun ishlatiladigan oqsil hisoblanadi. Va mana bu ko'k bilan qizil bilan berilganlari xromosomalar. Chromosomes start to appear as a chromatin coil up, becoming shorter and thicker. They were thick enough to become visible when stained. Uni bo'yalgan paytida biz aynan early prophase davrida yaxshiroq, qalinroq va qisqaroq shaklda ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari ikkita centromer, mana bu ikkita nuqta centromer hisoblanadi. Bu S davrida o'sha shakllangan bo'lib, bular centromeres produced by replication of the original centrosome during S prophase of the cell cycle. Cell cycle S davrida shakllangan. Bu early undan keyin late prophasega qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin nuclear envelope disappear. It breaks up particles which are not visible with a light microscope. Ya'ni yadro qo'riqchasi yo'qolishni boshlaydi va u pufakchalarga aylanib, umuman yadroda mikroskopda ko'rinmaydigan darajaga keladi. Undan tashqari nucleus disappear forms part of several chromosomes. Yadro ham aniq ko'rinmaydi va u bir nechta xromosomalar shaklida paydo bo'ladi. Va bu yerda chromosomes are seen to consist of two identical chromatids. Each chromatid contains one DNA molecule. Ikkita xromosoma bo'ladi va ikkita xromosoma bir xil identical, ya'ni bir xil xromosoma shaklida bo'lib, ikkalasida ham bir xil DNK bo'ladi. Mana bu yerda bizda dastlabki berilgan centromerlarimiz o'sha polar qismlariga qarab harakatlanadi va ular opposite ends of nucleus where the forms poles of spindle. Bo'linish urchug'iga qarab harakat qiladi. Bu late prophase, ya'ni profazani oxirlarida. Profazani oxirlarida yadro qobig'i yo'qoladi. Yadro yaxshi ko'rinmaydi, faqat nukleotidlar shaklida, xromosomalar shaklida ko'zga tashlanadi. Va sentrosomalar harakatlanadi. Bo'linish urchug'i hosil bo'lishga tayyorgarlik ko'rish uchun chiziqda yaxshiroq joylashish uchun harakat qiladi. Va at the end of the prophase, spindle is formed. Ya'ni bo'linish urchug'i bu jarayonning oxirida hosil bo'ladi. Yana qanaqa jarayon bo'ladi? Demak, bu yerda metafaza. Metafazada qanaqa jarayonlar bo'ladi? Metafazada mana bo'linish urchug'i keldi, ya'ni ikkita bo'linish centromer joylashib olgandan keyin spindlelarni hosil qilib, har bitta spindle bizda berilgan boyagi oqsil kirur. Boyagi oqsil berilgan. Bu oqsil bilan centromerga bog'landi. Centromerga bog'langandan keyin aynan mana shu qismida ekvator chizig'i bo'ylab xromosomalar bitta tartibda joylangan bo'ladi. Bunda spindle made from microtubules, ya'ni mikrotublarni hosil qiladi. Chromosomes line up across the equator of the spindle. They are attached by their centromeres to the spindle. Ya'ni spindle bo'ylab bular ekvator chizig'ida joylashib oldi. Bularning hammasi metafaza jarayonida hosil bo'ladi. Bundan tashqari biz xromosomaning bitta shaklini ko'rishimiz mumkin. Xromosoma shaklida tayyor xromosoma berilgan centromer bo'ladi. Centromer atrofida oqsil bo'lib, u o'sha bo'linish urchug'i tortib o'tganda bitta xromosoma ikkita xromatidga ajratish uchun yordam beriladi. Keyingi bosqich metafazada bir-biridan ajratiladi. Bir-biriga ajratilgandan keyin
anafaziya bosqichiga o'tadi. Anafaziya jarayonida nima sodir bo'ladi? Anafaziya jarayonida sodir bo'ladigan narsa mana xromosomalar xromatidalarga ajralib, bo'linish urchug'i tomon tortiladi, ya'ni sentromerga yaqinlashib tortiladi. Xo'p, va shu jarayon sodir bo'lgandan keyin, har xil tomonlarga sozgandan keyin, bu keyin telofazaga o'tkazamiz. Telofazada qanaqa jarayon bo'ladi? Telofazada yana o'sha boya anafazada dastlabki light fazada bizada nukleus yaxshi ko'rinmaydi dedik va telofazaga kelib nuklear yana qayta forming bo'ladi, reforming jarayoni kechadi. Bundan tashqari yadro envelop reforming bo'ladi, ya'ni yadro qobig'i qayta shakllanadi va aynan hayvon hujayralarida sitokinez kuzatiladi. Sitokinez bu hujayrani ikki tomonidan, ya'ni bo'linib, ikki hujayraga ajralishi sitokinez bo'ladi. Is the division of the cytoplasm and cell into two by construction forms the edges of the cell ko'rinishida namoyon bo'ladi. Va mana bu 4 ta bosqichni qisqacha tushuntiruvchi va ularni xromosomalar soni bilan keyingi safar